Raqibi Suhrobjon Qayumov esa ko'k rangli libosda. Suhrobjon bitta jang o'tkazgan professional boksda va bitta g'alaba, Islombekda 4 ta g'alaba bor va bitta durang. Suhrobjon ancha yosh, 21 ga endigina to'lgan va uning raqibi Islombek esa 29 yoshda. Birinchi raund boshlandi. Mo'minovdan jeplar ko'ryapmiz hozircha himoyaga. Yaxshi chap qo'l. Seriya ishladi Mo'minov. Yana seriyaga kirishyapti. Uppercut zarbasi xavfli chiqqanda. Bo'ylari deyarli teng. 1 santimetrni aytmasa. 180 santimetr Suhrobjon, 179 santimetr Mo'minov. Suhrobjon bosimni oshiryapti. Tanaga Mo'minovdan aniq zarba. Ikkilik aniq chiqmadi bu safar. Qayumov o'ng qo'l. Yarim kross aniq tegdi. O'tib ketdi bu safar Mo'minovning reaksiyasi evaziga. Uzoq seriyalar ko'rinmayapti, faqatgina shu chap o'ng ikkilik zarbalardan foydalanishmoqda bokschilar. Hozircha yopiq to'qnashuv guvohi bo'ldik birinchi raundda. O'ylaymizki, navbatdagi raundlarda ular ochilishadi. Suhrobjon ancha xotirjam. Uning nigohida har holda mana shuni ko'rish mumkin. Islombek Mo'minov esa yengilroq harakat qilishga harakat qilmoqda. O'zi shu raund avvalida seriya bilan boshlaganda buni ko'rsatib qo'ydi. Kombinatsiyalar borasida ko'rsatmalar. Ketdi ikkinchi raund. Yaqin masofa.
ko'proq Suhropga qulayroqdek ko'rinyapti. Ancha yig'ilib ishlayapti u himoyada ham. Himoyaviy boks davom etmoqda do'stlar. Hech kimning shunchaki tavakkal qilish niyati yo'q. Mana endi kirdi Suhrop hujumga, tanaga aniq zarba bilan yakunlayapti. Oldinga bordi, tanaga yana ishladi Qayumov. Mana shunga ko'rsatma bo'lgan ko'rinadi. Va javob zarbalari Mo'minovdan. Chap qo'l aniq chiqdi bosh qismiga. Qayumov chalg'itib oxiri bosh qismiga aniq zarba yo'llab oldi. Ikkilik Mo'minovdan seriya ko'rdik. Bu safar har ikkisi ham asosiy zarbasini chap qo'lda yo'llar ekan. Stoykalardan buni bilib olish qiyin emas. Yana ikkilik bilan oldinga o'tganda Suhrop. Va ikkinchi raund mana shu tariqa o'z nihoyasiga yetmoqda. Endi qandaydir ustunlik berish ham qiyin qaysidir bokschiga. Teng kurashlar ostida o'tyapti. Suhropning sekundantlari bo'ldi. Raqib charchadi deb aytib o'tishyapti. Endi bunday emas. Baribir shogirdiga motivatsiya berish uchun ham bunday so'zlarni aytib o'tishadi murabbiylar, ishlash kerak degan ma'noda. Ketdi. 3-raund. Ikki hamyurtimiz bir-biriga qarshi jang o'tkazmoqda. Suhrop Qayumov, Islombek Mo'minov. Ikkinchi zarba xavfli chiqqandi Qayumovdan, lekin qochib qoldi Mo'minov o'z vaqtida. Mana endi undan ham seriya. Yaxshi o'ng qo'l yaqin masofadan tekkandek ko'rindi. Endi bu rakursda juda bir aniq ko'rib olmadik-ku. Lekin Mo'minov sezgandek bo'ldi shu zarbani. Yon tomonlama Qayumovdan yana bir urinish.
Aldadi hozir Mo'minov, chapni ko'rsatib, o'ngda upperkotni ko'tardi. Deyarli aniq bordi shu zarba. Chap qo'l og'ir chiqyapti Qayumovning zarbalari. Himoya o'z joyida. Suhrobjon ritmga kirib oldi. 3-raundga kelib o'ziga bo'lgan ishonchni ham raqibga bildirib qo'yapti. Harakatlari bilan. Yaxshi chap o'ng. Bu safarchi davom ettiradimi? Yo'q. Biroz masofani uzoqlashtirdi Mo'minov, lekin kanatga borib ko'tarib qolishi mumkin edi mana bu vaziyatda. Lekin chiqib ketdi. To'g'ridan yo'naltirilgan zarba aniq chiqdi Suhrobjon tomonidan. Va raund yakunlandi. Sekin asta tashabbusni o'z tomoniga og'diryapti Qayumov. Yetti raundga mo'ljallangan jang. Yarmi ortda qoldi. Navbatdagi raundga start berdi Sherzodbek Amanlikov va bokschilar ham kirishib olishdi. Chap qo'l yomon emas Mo'minovdan bu safar. Qayumov esa o'ng qo'lini oldinga chiqarib olib, raqibni chalg'ityapti va keyinchalik o'sha asosiy zarbasi bo'lmish chap qo'lini otyapti. Bu safar yetib bormadi. Ring markazida bosimni davom ettiryapti Suhrob Qayumov. Xo'sh, seriyaga tayyorgarlik va bittalik zarba bilan yakunladi hujumni. Ketdi seriya Qayumovdan yomon emas. O'sha so'nggi zarbasi aniq tegdi. Bu safar ham chap qo'l. Himoyaga Mo'minov ishladi. Ikkilik Qayumovdan.
O'ng qo'l bilan boshladi bu safar Qayumov. Sekin-asta Mo'minovning yuzida talafot izlari ko'rina boshladi. O'ng qo'l xavfli chiqqandi. Yod bo'lish kerak bo'lsa. Islombek jilmayib qo'ydi. Va bo'ldi, mana bu raund ham o'z nuqtasiga yetmoqda. Faollikda birozgina ustunlik bor baribir Qayumovda. Birinchi raunddagidek seriyalarda ishlay olmayapti Islombek Mo'minov. Boshladik 5-raund. So'ronjon Qayumov Islombek Mo'minovga qarshi. Qayumovdan zarba, lekin havoga. Yaxshi qilib bordi bu safar Qayumov. Ta'qibni davom ettiryapti. Ancha jiddiy kirishgan ko'rinadi bu safar Suhrobjon hujumga. Uni ham qoshida kichik talofatni ko'rdim. Faqat Mo'minovda bunday holat. Ikkilik zarbasi Mo'minovdan. Yaxshi, Qayumov seriya chiroyli chiqdi. Klinch. To'g'ridan yo'lladi Mo'minov chap qo'l zarbasini. Yaxshi seriya davom ettiryapti. Qayumov yaxshi kirib keldi. Aniq zarbalar bor ushbu seriyada. Mana endi javob Mo'minovdan, lekin himoyaga hozircha. Yaxshi, navbat ishlab olishdi. Uppercut tegmadi. Ring chetiga taqab oldi. Qayumov raqibni mana endi ishlasa bo'ladi seriya. Ikkilik bilan boshladi. Ta'qib davom etyapti. O'ng qo'l huk yaqinlashdi. Masofani o'zgartirdi Qayumov. Biroz chalg'ib qolgandek Mo'minov ushbu harakatlarga. Jeb. Cross tegmadi. Seriya yana Qayumovdan. Tezlik bor ekan. Endi ishga sola boshladi 5-raundga kelib Qayumov. Va
break bilan birga raund ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana 2 raund ishlab berishlari kerak bokschilar. Katta energiya yo'qotildi. Ayniqsa Mo'minovga bu sezilyapti. Takroriy lavhalar mana o'sha seriya. Birinchi tegmabdi. U qadar katta talafot yetkaza olmagan Qayumov. Lekin baribir aktivlik uchun hakamlar qayd etib qo'yishsa bo'ladi. Ketdi 6-raund. Ancha murakkab. Raqiblar endi o'zaro darajalar yaqin bir-biriga. Mo'minov ikkilik. Bu safar Qayumov himoyada harakat qildi. Seriya Islombek faollashdi. Yana bitta seriya, chap qo'l aniq tegdi. Yana seriya Mo'minovdan, mana endi javob qaytarmoqda Qayumov. Bir-biriga yaqinroq kelib olishdi. Bokschilar o'ng qo'l Qayumovdan. Buni oldindan bilgan Mo'minov. Oltinchi raundning so'nggi daqiqasi o'tib boryapti. Jeb Qayumovdan ikkilik yomon chiqmadi. Islombek Mo'minov oldinga o'tganda. Mana bu palapat seriya bo'ldi endi Qayumovdan. Yarmi havoga, yarmi himoyaga. Oltinchi raundning so'nggi soniyalari kim aktivlikni olib keladi bu raundda? Ko'rsatish kerak baribir. Mo'minov hujumga o'tdi. Va yana bitta chap qo'l zarbasi aniq Islombekdan. Bu bo'ldi, yomon emas. Mo'minov tempni biroz oshira oldi.
Ketdi so'nggi raund. Qayumov Mo'minovga qarshi o'rta vazn toifasi. Yaxshi zarba, yarim upperkotni tutib oldi Qayumov. Qo'llarini pastga tushirib oldi, o'ziga bo'lgan ishonchni ko'rsatmoqchi. Tezlashishda ancha bokschilar oxirgi raundga kelib tana zarbalari, tanaga ya'ni zarbalar Qayumovdan va boshga ham ko'tarib qo'ydi, lekin himoyani ushlab turgandi Mo'minov. Kichik fintlarni ham ishlatib qo'yapti Qayumov. Tomoshabinlar uchun ham birozgina harakat qildi. Har holda professional jang va mana shu harakatlar bezab beradi shu bellashuvlarni. Lekin aniq zarbalarsiz bunday harakatlar yaramaydi. Yaxshi Islombekdan o'ng qo'lani zarbasi, lekin qaytardi Qayumov darhol. Seriya Qayumovdan bittalik zarba bilan javob Islombekdan. Chap qo'l, yarim huk yo'llayapti Mo'minov. Upperkot bor orasida. Himoyaga tekkan, tanaga ishladi. Qayumovdan javob ko'rmadik, chunki masofa yaqinlashib ketdi. Yana ikkilik Mo'minovdan yaxshiroq chiqdi. Upperkot. Suhrobbek endi tavakkal oldinga bordi. So'nggi raundning so'nggi daqiqasi. O'ng qo'l to'g'ridan. Qayumov yana qo'llarini tushirib oldi. Tana harakatlariga ishonyapti. Tegmadi. Mana bu zarba. Yaxshi ikkilik. So'nggi soniyalardagi aktivlikni endi ko'rsatish kerak bokschilar. Klinchdan turib mana bunday zarbalar yo'lladi Qayumov. Seriyadan chiqib ketdi klinchdan. Suhrobbek va bo'ldi, raund ham, jang ham o'z nihoyasiga yetdi. Ancha tengma-teng to'qnashuv ko'rdik. Bir nima deyish qiyin. Keling, rasmiy e'lonni kutamiz. Hattoki qaysi raundlarda ustunlik qilgandek bo'ldi, lekin so'nggi mana bu ikki raundda yana Mo'minov faollikni oshirgan. Hattoki taxmin qilish ham qiyin. Jang g'olibini kimningdir mag'lubiyatsiz seriyasi o'z nihoyasiga yetadi. Mana bu jangdan so'ng, ya'ni natijadan so'ng. Eslatib o'taman, Islombek Mo'minov prof boksda 6-jangini o'tkazdi. Bundan avval 4 ta g'alaba va 1 ta durang qayd etgan. Suhrobjon esa 1 ta jang, 1 ta g'alaba. Islombekda 3 ta nokaut bor. Xo'sh, demak 7 raund davom etgan murosasiz jang g'olibini birgalikda eshitamiz. Ring anonseri bizga buni ma'lum qilib beradilar.
referilar ham qiynalgan bo'lishi tabiiy, ya'ni ochkolar baholash jarayonida. Demak azizlar, ushbu jangning rasmiy natijasi e'lon qilishdan avval har ikkala bokschini olqishlab qo'yamiz ajoyib jang uchun. Demak, rasmiy natija. Birinchi hakam 67-66, ikkinchi hakam 68-65, uchinchi hakam 68-65 va jang g'olibi Qizil burchak Suhrobjon Qayimov Va referilarning kichik qaror, ya'ni ustunligidagi baholashiga ko'ra Suhrobjon Qayumov o'zining prof jangdagi ikkinchi g'alabasini qo'lga kiritmoqda. Tabriklab qo'yamiz. O'z ishida davom etish kerak. Suhrob hali harakatlari yomon emas, tezlik bor unda.